Ko'rib turgan uylar remontdan yaqinda chiqdi. Kiles Ko'kterek bozorcha, Orientir, Avtodrom mahalla, 1.6 sotuv 4 ta xona bitta sanuzeli bor. Narxi $75,000 baholanyapti. Yana kelishadigan joy bor. Podval faqat mana shu xonani tegi podval ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Kirishinglar bilan bu yoqda qo'l yuvishga joy, bitta mashina qo'yishga joylar bor. Yashash qismiga kiramiz, bismillah deb xonalarni bitta-bitta tanishtirib o'taman sizlarga. Bu yerda o'zini kattagina mehmonxonasi bor. Patologlari ham baland ekan. Mana bu yoqda ikkinchi xonamiz bo'ladi. Buni olib tashlanglar ham bo'lar ekan. Xo'p, uchinchi xonamiz katta yotoqxona sifatida reja qilishgan ekan. Dushovoy qilish uchun joy ham qoldirib ketilgan ekan. Remontlariga ham o'zingizlar baho berasizlar. Xo'p, to'rtinchi xonamiz mana bu xona bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda to'rda o'zini sanuzeli ham bor. Hojatxona hammom bitta joyi qilingan ekan. Bu yerda o'zini oshxonasi ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Xonadonimizni narxini aytdim. Videoning tagidagi nomerga telefon qilinglar. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qo'rasizlar. Hammalarga omad.